Menga qarang. Meni ta'qib qilishni bas qiling, tushundingizmi? Men sizga avvalgi Gulzoda emasman. O'ylab ishingizni qiling. Gulzoda. Meni ham eshit. Ish xohlamayman. Men seni ta'qib qilayotganim yo'q. Aslida men sendan kechirim so'ramoqchi edim. To'g'ri, senga ko'p azob berdim. Bilasan, 2 yil musofirchilikda yurganimda ko'p narsani tushunib yetdim. O'sha paytda xato ko'p qilgan ekanman. Shuning uchun agarda kechira olsang kechir. Men sendan faqat kechirim so'raganim seni kuzatdim. Barno bilan birga ishlashinglarni bilmasdim, to'g'risi. Barno meni eng yaqin do'stimning singlisi. Shuning uchun demoqchimanki, musofirchilik menga ko'p narsalarni o'rgatdi. Yana bir bor aytaman, agarda ilojsiz bo'lsa meni kechir. Bola yaxshimi? Barno? Barno? Barno. Bilasanmi? Bu narsalarning hammasini senga avvalroq tushuntirmoqchi edim. Barno, bilasizmi, Gulzoda meni sobiq rafiqam. Bolalarimning onasi. Bir paytlar uni qalbiga juda ham ko'p ozor berganman. Kechirim so'radim. To'g'risi, birga ishlashinglarni bilmasdim. Meni hammasidan xabarim bor. Nima? Ikkalanglarni birinchi marta uchrashtirganimda dovdirab qolganinglardan hayron bo'lgandim. Hatto yuzinglar ham oqarib ketgan edi. Qiziqdim. Keyin surishtirib tagiga yetdim.